Sabr qilib turinglar, olasizlar haqqinglarni. Aksincha, dunyoda yeb ketganiga xafa bo'lish emas, xursand bo'lish kerak mo'min. Chunki nariyada ko'paytirib olaman. Chunki Alloh taolo qiyomatda bir bandani do'zaxga kirgizib azoblasa, Allohning haqqini yeganligi uchun azoblaydi. Gunohlarni qilganligi uchun Alloh Karim kechiradi, chiq deydi. Kel jannatga dedi, men kechdim haqqimni. Jannatda eshigini oldiga borganda, lekin mana odamlarda senda haqqi bor. Shular rozi qilib oldi. Ana shu kunda asqatadi shu haqlarimiz. Shuning uchun haqqingiz yeb ketgan bo'lsa, usta bo'lsiz, ishlatib haqqingizni bermagan bo'lsa, arzimagan bahona topib yoki bermasdan cho'zib yurgan bo'lsa, ko'p ham siqilib yuboravermang. Agar bu koinotda hayotning ikkinchi qismi ishonadigan bo'lsangiz, qarasang, yeyapti, haqqidan qo'rqmayapti hech kimi, zulmni qilyapti, ishib semirib chiroyli yashayapti. Sizdan bitta xatolik o'tib qolsa, teshib chiqyapti bir etingizdan. O'zi kecha o'zalik savdoda bir 50 so'm oshib ketuvdi, indamay yeb qo'yardimda, bugun yomon chiqdi. 50 so'm o'tib ketsa, teshib chiqyapti bir etingizdan. Endi 50 millionlab yevorayotgan bo'lsa, teshib chiqmayotgan bo'lsa, birodarlar, xotirjam bo'laylik. Alloh taolo odil zot. Ularni qiyomat kuniga olib qo'yapti, deyapti.